Assalomu alaykum. Robocon testdagi 05-16 masalani yechamiz. Olma terish. Masalani shartini o'qiymiz. Jasur va Sabina boqqa olma tergani ukalari bilan birga ketishdi. Ular olma terishayotgan vaqtda ukalari savatdagi olmalardan setasini yeb qo'yishdi va oxirida Jasur va Sabina qanchadan olma terishganini aytishdi. Sizning vazifangiz ular adashib ketmagan bo'lsa jami qolgan olmalar sonini aniqlang. Demak, kirish faylida A, B va C natural sonlar mos ravishda Jasur va Sabina tergan olmalar va ukalari yeb qo'ygan olmalar soni ekan. Demak, A va B va terilgan olmalar soni, C esa yeyilgan olmalar soni. Chiqish faylida jami bo'lib qancha olma qolganini chiqaring. Agar ular hisobda adashib ketishgan bo'lsa, error so'zini chop eting. Mana masalan, demak, Jasur va kim edi ismi? Sabina. Jasur va Sabina bittadan olma tergan, o'zining hisobi bo'yicha. Demak, ikkita jami olma bo'ladi. Bittasini ukalari yeb qo'ygan. Jami nechta qoladi? Bitta qoladi. Endi bular 4 tadan terishgan. Bu demak jami 8 ta bo'ladi. Bu 9 ta yegan. Demak, mumkin emas, ha? Demak, 8 ta o'zi olma bor edi. 9 ta yegan. Demak, kimdir bu yerda adashgan. Yo bular, yo bular. Nima bo'lganda ham shunaqa holat bo'lsa, error deb chiqarishimiz kerak. Endi buni algoritmi qanaqa bo'ladi? A plus B bo'ladi. A plus B minus C bo'ladi. Xo'sh, agar shu 0 dan katta bo'lsa, shuni o'zini chiqaramiz. Aks holdachi error deb chiqaramiz. Demak, oddiy bu masala. Keling, endi shu masalani Javada yechaylik. Demak, skaner hosil qilib oldik, ekrandan o'qib olish uchun. Int tipida A teng deymizda, birinchi A ni o'qib olamiz. Next int. Keyin int tipida B ni o'qib olamiz. Int next int. Xuddi shunday int tipida C ni ham o'qib olamiz. Shu skaner orqali ana bu yerda skaner obyekti, yana yuqorida hosil qilganimiz. Endi int tipida natija ham int tipida bo'ladi. Natija nimaga teng bo'ladi? A plus B minus C. Ya'ni ikkita olma terilgani minus A yeyilgani. Endi agar deymiz, natija 0 dan kichik bo'lsa, xatolik bo'lgan bo'ladi, to'g'rimi? Demak, system out deymizda error deb yozamiz. Aks holdachi? Aks holda demak to'g'ri bo'ladi. Qancha qolganini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Natijani o'zini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, mana ishga tushiramiz. Keling, shuni ishlatib ko'raylik. 3/1 bo'lganda 1 chiqishi kerak. Mana 3/1 bo'lganda 1 chiqdi haqiqatan ham. Endi buncha 4/9 bo'lganda error chiqishi kerak ekan. Ishlatib ko'ramiz. Mana error chiqdi, to'g'ri. Endi buni olib baholash uchun yuboramiz. Va bu yerdan Java'ni tanlaymiz. Yuborishni bosamiz. Testlardan o'tyapti. Accepted bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. Demak, bu masalaning Java'dagi yechimi edi. Obuna bo'lamiz. Quyida Telegram, YouTube va Instagramdagi kanal manzillari. Undan tashqari, sizga pulli kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilamiz. Obuna bo'lish narxi yiliga bazaviy hisoblash miqdorining yarmiga teng. Obuna bo'lish uchun quyidagi manzil orqali menga Telegramda bog'laning. Pullik kanalga obuna bo'lish bizga nimalarni beradi? YouTube va Instagramga qo'yilgan videolarni ko'rish imkonini beradi. YouTube va Instagramga qo'yilmagan videolarni ko'rish imkonini beradi. Dastur fayllarda nusxa ko'chirish imkonini beradi. Ya'ni siz shu paytgacha mavjud bo'lgan videodagi dasturlarni va bundan keyin nasib bo'lsa 1 yil davomida qo'yiladigan videodagi dasturlarni yozib o'tirmaysiz, balki nusxa ko'chirish imkonini bo'ladi. Ushbu video darslar to'xtab qolmasligi, boshqalarga ham yetib borishi va manfaatli bo'lishi uchun hissa qo'shamiz. Buning uchun kamida layk bosib, kanalga obuna bo'lamiz va do'stlarimizga ham ulashamiz, balki ular uchun foydali bo'lishi mumkin. Arzimagan ozgina to'lov evaziga o'zimizni, farzandimizni yoki yaqinlarimizni taqdirini o'zgartirib yuborishimiz mumkin. Dasturlashga qiziqadigan yaqinimizga kanal obunasini sovg'a qilish 2 marta manfaatlidir.